Qizlar, kursimda qatnashgan dedim-e. Qizlar, kursimda qatnashganlardan keyin. Oh my god! Qizlar, kursimda qatnashganinglardan keyin. Qattiqroq gapiring. Voy. Qattiqroq gapiring, bu tegmayapti. Jahl qilib gapirish kerak. Emotsiya bilan. Qizlar, kursimdan keyin mamnaqa natija bo'ladi. Qo'shilmasanglar qolib ketasizlar. Qizlar, O'zingiz bilasiz, ko'pchilik ayollar o'ziga ishonmagan, yerdan pul ololmaydi, o'zining ham puli yo'q, hammani ayblaydi, ichida hammani g'iybat qilib, ichida olishadi. Shunaqa ayollar sizni kuzatibdi, ularga qattiqroq gapiring. gruppa bizani Ishonchsiz bo'ldi boshqa. Hatto o'sha ayol matni mo'ltirab o'tiribdi, o'shanga gapiring. yana nima edi? Astag'fir. Uzoq gapirmang bularga. Keling, men psixologman, hozir manipulyatsiya qilib tashlaman. Qizlar, shunaqa o'tiravermasdan, meni kursimni bilasizlar, yengil loyiha rosa ham zo'r. Oh my god! Link qoldiraman, o'zim javob beraman. Tez yozinglar qizlar. Deysiz. 33 sekund bo'ldi. Ya. 30 sekundda ularning muammosiga tegib chaqiring. Chunki 130 toqqan. Viktor opamiz, Viktor. Diktor bo'lsa sizdan kurs sotib olishmaydi. Boshqatdan qachon o'zingizga ishonsangiz, shunda kurs sotib olishadi. Mana qarang shag'ingiz bor. O'zingiz yoga bo'yicha zo'r trenersiz, o'zingiz ekspertsiz. Daromadga chiqqanmisiz, oilangiz yaxshimi? Bo'ldi. Bemalol davay o'rgataman deya olasiz. Kursingizni reklama qildingiz bu yerda. Kursni reklama qilmang. Kursni reklama qilayotganingiz bilinmasin bu yerda. Bilintirmasdan reklama qiling. Hozir siz aytdingizki, mana naqa dedingiz-da, hali ham o'tiribsizmi? Ana o'zingizdan hali ham o'tiribsizmi? 199 ming kursga o'tib ketdingiz. Og'riq qani tushib qoldi yo'lda. Og'riq nima og'riq edi?